Koyarımız ha? Yettikmi? Yetdik. Assalomu alaykum, hurmatli Havas Taksi 1264 obunachilari. Bugun nasib Buxoroga sayohati, ya'ni tekin ko'p berdik-ku. Ba'zi bir sabablarga ko'ra 21-sentyabr, keyin 30-sentyabr shu vaqtlar oralig'ida apartment qildik. Hozir shu Buxoroga tekin sayohati o'tib oladiganlar yo'llanmasini aniqlaydigan narsa topdik. Random tizimi, ya'ni shuncha ishtirokchini arasidan aniqlab bildirdik. Sababi 64114 odam ishtirokchiga aylanib bo'ldi Buxoroga tekin sayohat yutib olish yo'llanmasini. Endi xudo xolasa 4 marta, masalan 4 reys Buxoroga sayohatni qo'yib berdik bo'libmiz. Shuning uchun bu video prямой efirda yozib olib turibdi. Bundan montaj etib bo'lmaydi, qirqib olib bo'lmaydi. Haqqoniy chiqsin deb, shuning uchun hamma narsani tashkillashtirdik-na, Excel'da oldik. Hamma klientlar bazasini sababi Neradan chaqirgani, Ismoil Nishon paxta zavod, Jalilbek to'yxona, Muhammad zapravka, Marvarid bozor, necha so'm bo'lgan nadon, masalan, necha so'm bo'lgan nadon, keyin nechanchi chisoga chaqirgan nadonina, keyin qaysi shofyor olib bordi, ne chaqirdilar, mashin chaqirdilar, klienting telefon nomeri, masalan, Zagort emas, ish qilib hamma narsa shofyorlarning ham danisi bor, klientlarning ham danisi bor. Hozir 64114 dona ishtirokchi bor ekan. Xudo xolasa shular arasidan saylab olamiz. Bundan nima yordam beradi bizga? Random xizmati, ya'ni Randomus.ru xizmati yordam beradi. Birdan yaqinroqqa birdan 64114 odamdan metkalangan. Endi bu yerda biza sizlar bilan boshlaymiz. Belgilab oldik. Esa yaqinroq kelasan. Endi bilingan narsa, o'rtoqlar, men chiqmay qoldim. Men 1264 dan doimiy foydalanaman. Nima uchun bizga chiqmay qoldik demanglar. Xudo xolasa bu aksiyalar davomiy bo'ladi. Balki hozir omadli ishtirokchi bo'lib siz nomeringiz chiqadigan bo'lsa, bu yerda bizga qarab olamiz. Buxoroga borib kelasiz. Agar chiqmasa ham xafa bo'lmang. Bu narsa davomiy ketib turadi, xudo xolasa. Keling esa sizlar bilan boshlaymiz. Buni hozir boshlamayman durali. Shu promo efiri uzoq, endi ko'proq odamlar yuvarsinlar, iloji boricha ko'proq odam girsin, keyin boshlab beramiz. Bir minutdan tushuntirib turali o'zimizdan. 1 minutdan tushuntirib turadigan bo'lsak, Excel variantini oldik. Yana qaytarib aytamiz. Excel variantini oldik, hurmatli Havas Taksi 1264 obunachilari. Haqqoniy bo'lish uchun promo efirda ketib turibdi video, montaj etib, qirqib, nima qilib bo'lmaydi. O'zi Randomus degan saytda kirib oldik buni, yana ko'rsangizlar bo'ladi. Saytda xudo xolasa birdan 64114 ishtirokchini oldik. Sababi endi Excel'da bizada 64114 ishtirokchi bor bu yerda. Shuning uchun xudo xolasa bu narsani boshlaymiz. Otash TV bugun bizda xabarga ketdi. Katta zakini shu kelgandan balki ertaga yo buyurgan qilishimiz mumkin. Ya'ni endi 12 chislosini ham aytib o'tamiz, xudo 14 yoki 15-oktyabr qo'yishimiz mumkin, xudo xolasa. Ha? Yo bozor kuni qo'ysak ham bo'ladi. Endi nelari telefonimiz planlashtiramiz. Sizga kunini aytamiz deymiz. O'shada klientlar nomeri chiqqanmiz. Aslonoy klientlarni tanlab olishda bo'lib turibdi hozir. Kunini ham ma'lum etamiz. 8 klient tanlab olib, uni ishi bo'lsa, to'yi bo'lsa, borib bilinman desa, jetamiz o'da. Undan qiyin yo'q. Ko'ramiz hozir. Planlashtiramiz. Siz ketdikmi? Ketdik. Bo'ldi esa. Tak, 64114 ishtirokchi, 64114 ishtirokchi. Bismillahirrohmanirrohim deb bosamiz buni. 62492 ishtirokchi. Bu screenshot etda qo'ysa, ha? Kontratda qo'yda. Shundan bir bosib bering. Tak, ana screenshot etdi. Bo'ldi. 62492 ishtirokchini qaraymiz. 62. Tak. Hozir 1 minut 63. 62. Nerede? 62 492.
62 492. Yine geldi. Tak 62 492 görürseniz mümkün yine. Banlisiyana zakat etken 14.714 so'mlik paydalangan. Nomerlari 93'ten 718 09 00 bo'ldi. Shuni bir vaja yazalım. Ava. Yo'q, ina bu neden telef etamiz? O'zim shaxsiy nomerimdan telef etamiz ishonchli bo'lish uchun. Bismillahirrahmanirrahim. Tak 93'ten 718 09 00. Yani yakılan kendimiz o palyotu. 93'ten 718 09 00. Bismillah. Amin. İş burada kelle. Bu da gitti. İloji boricha ishi promo efiri ko'proq odamga tarqatinglar. Xabarsiz qolib ketmasizlar, kuzatib tursinlar. Balkim sizlar donishlaringiz mumkin. Shu nomerlardagi insonlarni. Inar ishchakka vaziyatlar ham bo'ladi. Telefonlar ishlamaydi qoldi. Gudok kettirdi, amindirdi lan. Gudok kettirdi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshiman? Havas taksi 1264 dan telefon etib turibmiz. Odim Jasurbek. Ag'a, siz yana Buxoroga tekin sayohat o'tib oldingiz. Nasib. Hozir random orqali Havas taksi 1264 Instagramida promo efirda aniqlandingiz. Birinchi g'olibimiz siz bo'ldingiz. Shuna bilan tarafa nomeringizni kiritib qo'ydik. Xudo xolasa sizlar chislosini aytamiz kechroq. Telefoningizni ishlatib qo'ying, hozir birinchi marta tushibmadik. Sog' bo'lg'aysiz, salomat bo'lg'aysiz. Odingiz kim yozib qo'yaman? Dilshod aka, nedansiz? Ang? Bag'atdan. Hozir Ispaniyasini zakaz etgan ekansiz. Oho, yine Bag'atdan ham Yine haqqoniylik shunda. Haqqoniylik yine kimning bo'ladi? Gap yo'q aka, sog' bo'lg'aysiz, Dilshod aka, salomat bo'lg'aysiz. Yes. Oh, Bag'atdan yine. Nereden aqadi o? Yine bu random degan narsa shundaymi bu? Açıben. Tak, Dilshod aka. Tak, Dilshod aka. Bu Şu qatashida bir ne ben? Qol bilan ushganman yozib qo'ying. Buxoro bir deb yozdik. Mana. Endi ikkinchisine ketamiz. Xudo xolasa 64114 ishtirokchi. Mana uramiz yana. Tak. 50.225 ishtirokchi. Ustidan bir basamiz, screenshot qildi. 50.225. 50.225. Necha manfaatdagi filtr etmaki 50.000 inamidan boramiz. 50.500, 54.000. Eline geldi. İbedeyne. Öt gittiyiz. Endi yotib. Tak. 49.000 50 225. 50 225. 50 225. 5'te gelin köçe. Zakaz etilgan 16.500 so'mlik yere bağlı. Qaysi şoförümüz olib borgan? Babajonov Farhod degan şoförümüz olib borgan ekanlar. Tak. 12 sentyabr bo'ladi. Yo'q, 12 oktyabr, 10 oy. Yine akşam paydalangan ekanlar. Necha? Tak. İmanı saqlanib etib qo'yamiz. Hozir 1 minut. Nomerlari 50'lik. Şöyle yine 50'lik 750 79 85.
Mana shu nomer. Necha o'zim shaxsiy telefonimdan telefon turibman. Telefon nomerlari masalan chiqib turgani yo'q, boshqa ish turgani yo'q. Haqqoniylik bo'lsin-da, aniqlash haqqoniylik bo'lsin-da, men o'zim shaxsiy nomer turibmiz. Assalomu alaykum. Nasibsiz sog'ligingiz yaxshimi? Havas taksi 1264 dan telefon turibman. Odim Jasurbek. Siz akşam taksidan foydalangan ekansiz 1264 dan. Buxoroga tekin sayohat o'tib oldingiz 1 kunlik. Avon. Adınız kim? Babayeva Zuhra. Az yazıp alamız. 50'lik 752. iştirakçı bir yani. 79 85. Babayeva Zuhra. Zuhratga size promo efirden keyin bağlanamız. Anıp gününü aytamız. Ekiş gününü Xudo xolasa ofis eldine gelesiz. Hazıras centerdeki şuydan getirildiğinesi. Sağ bo'lg'aysiz, salomat bo'lg'aysiz. Tabrikleymiz sizi. 64.114 iştirakçının arasından gelip çıktı bu. Shuncha omadingiz bor ekan yana. Sağ bo'lg'aysiz, salomat bo'lg'aysiz. Yaxshi. İkinci iştirakçı. İkinci iştirakçım готов, yes. Ana akşam paydalanganlar. Keyingisi. Üçüncüye gittik esa. Bismillahirrahmanirrahim. Gitti. 11.407 iştirakçı. 11.407. 11.407. 11.407. 11.407 iştirakçı. Ovşar Rüstem Destan 30.000 so'mlik paydalangan ekan. 755 atuş urgan ekan. Alo. Assalomu alaykum. Promo efirda turdik aka, keyin urib beramiz. Promo efirda turdik aka, keyin urib beramiz. He? Yaş. Tak. 94'ten mana qaratina. 11407 11407. 94'ten 799. 94'ten 799 1501. Xudo xolasa yana telefon qildik. Abdullayev Atabek, Oşar Rüstem Dastan. Oşar! Sila! Пожалуйста, оставайся. Ожидание. Ожидание. Конечно, сохраняйся. Güç de biraz verdi birisi. Oşar, Sila! Oşar kedek bilen, kedek oşar bilen. Sağ ol. Canım ağa telefon alın iltimos. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Havas taksi 1264 dan telefon qilib turibmiz. Odim Jasurbek. Siz 20 sentyabr kuni Oşar Rüstem Dastonga taksi chaqirgan ekansiz 1264 dan. Siz Buxoroga bir kunlik tekin sayohati o'tib oldingiz. Buxoroga? Avon. Adınız kim? Şadiye. Şadiye akka neden siz? Neden? Şu Oşar'dan. Oşar'dan. Bo'ldi. Hazaras Oşar'dan 1264'ten Bespolatni Buxoroga bir kunlik sayohat o'tib oldingiz Şadiye akka. Tabriklaymiz. Xudo xolasa promo efirdan keyin size aloqaga chiqamizdan gününü, ma'lumini aytamiz. Salomat bo'lg'aysiz. Tabriklaymiz. 64.114 adamı içinden omadli insan çıktınız. 3. iştirakçı buldunuz. Sağ ol bo'lg'aysiz. 3. iştirakçı. 4. iştirakçını anlatıyoruz. Xudo xolasa. Bismillahirrahmanirrahim. 13.750. iştirakçı. 13.750. 13.750. Taksi gerekmez mi? Alo, taksi gerekmez mi? Telefonu bir de şimdi.
13.750. 13.750. Umar Balıkxana. Umar Balıkxana Sila. Tak. 28.000 so'mlik taksidan foydalangan ekanlar. 99dan 441 33 37. Nechasida foydalanganlar? Yine 03 10 2025. Tak. Shunda 3 oktyabr bo'ladi. Telefon qilamiz. 99dan 441 33 37. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. 99dan 441 33 37. Gitti guduk. Sendim bir su banga. Pasport so'rama. Ne aldın ne aldın? Vallahi ben de onu Telefon alan ağa. Abonent bilan vaqtinchalik bog'lanish. Yine bir iki marta telefon qilamiz. Neçedeniz 3. ekillerinde? Telefon nomerini yazib qo'yamiz, keyin bog'lanamiz. Lebbe. Pramoyla tutmuş. Assalomu alaykum. Çetemiz. Şu normal masala telefon nomerini yazib qo'yib, netamiz, bog'lanamiz qaytadan. Şimdi çıktık o guduk gibi tuttu. Abonent bilan vaqt Yo bo'lmasa boshqa odam tanlaymiz menga. Ishatamiz. İş sunam urayımız. İş sunam urganda alınmasalar. Mecbur olamiz. Mecbur olamiz. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshiman? Havas taksi 1264 dan telefon etib turibman. Adım Jasurbek. Hop. Siz 3 oktyabr günü taksidan foydalangan ekansiz 1264 dan Umar Balıkxanaga 28.000 so'mlik. Hop. Buxoroga bir kunlik tekin sayohati o'tib oldingiz. Navut. Buxoroga bir kunlik tekin sayohati o'tib oldingiz. Yok Ava. Tabriklaymiz. Rahmat rahmat. 64.114 odamın içinden 4. omadli iştirakçı bo'ldingiz. Adınız kim? Sultanboy ol. Sultonboy'a size xudo xolasa promo efirdan keyin telefon qilamiz. Neden siz? Hazarsan. Hazarsiz neden? Ben ölçemem. Merverdandan, he? Tamam. Salomat bo'lin, sog' bo'laysiz. Boringizga shukr. Xudo xolasa sizga aloqaga chiqamiz. Telefonni ishlatib qo'ying. Hop hop. Yes. Ana xudo xolasa 4. ishtirokchimiz ham aniqlab ishtirokchiga yetamiz. 23.732. Siz netbang bas bering ustuna. Üstünden bir bassa o'zi screenshot etib qoladi, to'g'rimi? Ana screenshot etdi. Ehtiyojini görünge bu yerda yuqori kessa onda duraveradi. Tak 23.732. 23.732. 23.732. Yine şeyde yine Milli Bank Sila. Tak 32 milyon Rahimbayev Danyar ağamız appartda şagan ekanlar. Nomer klientin nomerlari. Tak. Bundan mishkam tushirmang gün. İnamın yok inamın basamız 23.732 doğru mu? 23.732'ni bastık yine Milli Bank'ını aldı. Tak 99'dan 266 21. Assalomu alaykum. Aleyküm. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshiman? Harman ishlar bilan. Yaxshi rahmat. O'zlaringiz. Aman, Havas taksi 1264 dan telefon qilib turibmiz. Adım Jasurbek. Yaxshi rahmat. 8 oktyabr günü taksi chaqirgan ekansiz.
23:57'de. Aleyküm assalam, selam aleyküm. Ağa promo dedik az. Havas taksi bir günlük tekin Buxoro sayohatini utib oldingiz. Havas taksi 12.64'dan foydalanganingiz uchun ağa. Tushunmadim, necha kelishdi? Buxoroga bir günlük tekin sayohati utib oldingiz. Avam. Adınız kim? Temur bo'ldi, Temur. Temur ağa, nedensiz? Milliy bankdanman. Milliy bankdan, o'zi Milliy bankdan uyana chaqirgan ekansiz seni. Bir Buxoroga bir günlük sayohati utib oldingiz. Promo efirdan keyin aloqa chiqamiz sizga, günini aytamiz, ma'lumini aytamiz. Qachon ketchakimizni Xudo xolasa gaplashamiz. O'zim ketaman men, yanimda odam bo'laman. 8 odammiz ağa. Ha, 8 ishtirokchi aniqlab turibmiz. 64.114 ishtirokchining arasidan 5-omadli ishtirokchi bo'ldingiz ağa. rahmat katta. Mashina yo'qmi yana bir sayohatdan boshqa? Xudo xolasa sho'llandan kelarimiz nasib. Yaxshi, rahmat ishlaydi. Yaxshi. Ina, neden zo'r. Keyingisi albatta siz bo'lishingiz mumkin, Xudo xolasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, 6-cı ishtirokchiga biza yetdik esa. 54.911. 54.000. 54.000 ne desen? 900. 54.911. 54.911. Yine bir yine. O birinci maydan. Hisob. Tak, qachon foydalanganlar? 11 sentyabrda. Yana buni sabitda ochib qo'yamiz. 11 sentyabrda 17:42 da chaqirganlar 15.783 so'mlik yera bag'an ekanlar. 54.911 yana bosib qo'yamiz. Adashib ketmasligi uchun Rahmonov Farhod 1288 nomerli shofyorimiz olib borgan ekanlar. Tak, 94dan 317 3208. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, 5-omadli ishtirokchimiz 1-maydan chiqdi, Xudo xolasa. Shodi etganimiz O'shar nadi? O'shar. Ikkinchi ishtirokchimiz 5tadan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Havas taksi 12.64dan telefon qilib turibmiz. Odim Jasurbek. Alo. Alo. Siz Buxoroga bir günlük tekin sayohati utib oldingiz. Promo neden siz o'zingiz? Labey? Adres berme. Yaxshi adres bermasangiz ham bo'ladi. Sizga promo efirdan keyin uyingizga borib, Xudo xolasa, shuni o'tdingiz deb men o'zim sizga go'nnib, Buxoroga bir günlük tekin sayohati yo'llanmasini berib ketamiz, Xudo xolasa. Ishonmendir siz o'xshaydi. Doğru aytasız. Doppa doğru aytasız. Tak, 6-cı ishtirokchimiz 94dan 317 3208. Siz bilan qayta bog'lanamiz. Bilan qayta aloqa. Yozib qo'ydik esa, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Instagramimiz bo'lsa, uchirib berdilar. Nasib 7-ci ishtirokchini aniqlaymiz. 7-ci ishtirokchini aniqlaymiz. 61.229. 61.229. Hoppa. 61. Yine bir öteki ettiğine. Atabek. O adlar ham bor ekan klient, qara. Demek bular programmadan urib qo'ydi. 4 yo'l Sazanchik kafe. 15.000 so'mlik foydalanganlar 29 sentyabr. Tak.
Telefon qilamiz Otabek akamizni nomerlari 94dan 235 235 20 98. Yani bu 7. iştirakçımız 94'ten 235 20 98. Atabek. Sebebi programmanız kısaktap koydular, odları duruptu. 61 229 61 229. Assalomu alaykum. Atabek am nömerleri mi? Uzr, qarang, Havas taksi 1264dan telefon qilib turibmiz sizga. Siz Buxoroga bir kunlik sayohat yo'llanmasini utib oldingiz. Avam, bir odam ava. Atabek deb yozib qo'ysiz ekan-ku bu yerda. Ha, Atabek ham shu giyangiz bo'lsa, qarang, 94dan 235 20 98 nomerli siz o'zingiz nomeringiz ma'qul? Ha, o'tiring, o'zlarini tushuntirasiz. Bering esa. Assalomu alaykum. Atabek aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Havas taksi 1264dan urtibman, adım Jasurbek. Siz 29 sentyabr günü Havas taksi 1264dan foydalangan ekansiz. Buxoroga bir kunlik sayohat yo'llanmasini utib oldingiz. Endi xudo xolasa hozir promoy efirda turibmiz. Havas taksi 1264 Instagram profilida promoy tugatgandan keyin 8 dona ishtirokchini aniqlab olgandan keyin sizga qayta aloqaga chiqamiz xudo xolasa. Aytamiz, sizga tushuntiramiz. 64114 ishtirokchidan odingiz chiqdi. 7-omadli ishtirokchi bo'ldingiz. Yaxshi, nedan siz Atabek aka? Shamoqlayandan. Bo'ldi, salomat bo'ling. Ayting. İsa. Молодец, begonasi yo'q abi. Ne deyishini ham ayting. Ay, молодец. İsa, boringizga shukr Atabek aka. Yes. Salomat bo'ling. Xudo xolasa. Albatta. Yes. Albatta yo'q, promoy tamom bo'lgandan keyin nomerlarni saqlab turibmiz, shu nomerlarga uramiz xudo xolasa. Promoydamiz hozir, yaxshi. Xudo xolasa 8-chi, ava bu ustiga ham bir marta bosib bering. Yana tak. Oxirgi 8-chi ishtirokchi 25917 ishtirokchi oxirgisi. Tak 25 917 Muqimiy maktab Juvondira chaqirgan ana 25917 Muqimiy maktab Juvondira chaqirgan ekanlar. 22 ming so'm pul bo'lgan. Matkarimov Bekzod shofyorimiz 733-aydili olib borgan ekanlar. Klientning telefon nomeri. Tak. 77lik 121 87 11. Tak. 77lik 121 87 11. Endi bir zaman ben to'mendirang. Bravo, telefon tutdilar o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Havas taksi 1264dan telefon qilib turibmiz.
12.64'da. Avam. Hava 26 sentyabr günü taksi chaqirgan ekansiz 18:37 da. Adınız kim? Adım Timur. Temura. Siz Buxoroga bir günlük tekin sayohat yo'llanmasini utib oldingiz 12:64 dan. Rahmat. Adım Jasurbek. Xudo xolasa Temur beka sizga promoy tamom bo'lgandan keyin telefon qilamiz, günini aytamiz, yetchak günimizni. Neden siz o'zingiz? Qozog'istonmi? Nerinden Hazarsı? Qozog'iston Odamboy Tatuxona tarafda. Hesap, Odamboy Tatuxonasi. Odamboy. Ata. Temura, Xudo xolasa sizga aloqaga chiqamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaş. Yine Xudo xolasa sizlardan birgalikda 8 ishtirokchini aniqlab oldik. Ko'pchiligi tak bir ayol qizimiz bor ekan, 2 ayol qizimiz bor ekan, 6 ne? Erkek bo'ldi. Endi bularni chetamiz, telefon qilamiz. Shuning 2 xotin qizimiz bor. Siz o'zingiz akangizmi yo bo'lmasam enangizmi yuborsangiz ham bo'laveradi agar o'zingiz chiqmasangiz-da. Endi iloji boricha xotin erkakdan masalan mashina nima bo'ladi, aralashtirmang, siqam kuydirmang, kavobam kuydirmang dedi-ku. Osh narsalardan Xudo xolasa to'liq ro'yxatni olib borib ikkilashga harakat qilamiz. Keyingi aniqlash ham tez bo'ladi. Xudo xolasa bu narsa nasib davomiy qilishga harakat qilamiz. İmkon boricha Xudo xolasa 12:64 da telefon qilavering. Tallalashmanglar, sababi keyingi ishtirokchi, keyingi tekin sayohat sizniki bo'lishi mumkin. Ketdik esa Buxoroga.